Hammaga privet qiziljonlar. Bugun biz to'pchali kartoshka qilishni o'rganamiz. Mana yaxshilab kartoshkalarimizni ham mana shunaqa holatda yuvib olamiz. Kartoshkamizni bir marta yuvib turib, suvini to'kib yuboramiz. Va keyin qozonimizga suvimizni to'ldirib, kartoshkalarimizni solib olamiz. Kartoshkalarimizni solganimizdan so'ng 1 soat qopqog'ini yopib, gazni baland qilib qo'yib qo'yamiz. Bir orada ko'rib qo'yamiz. Qaynab bo'lgandan keyin chiroyli qilib archib olamiz. Archib bo'lganimizdan so'ng kartoshkamizni ustiga tuz tashlab, kartoshkamizni yaxshilab ezib olamiz. Ez bo'lganimizdan so'ng chiroyli mana shunaqa shaklda to'pcha qilib olamiz. Keyin olovimizni baland qilib yoqib qo'yamiz. Yog'imiz yaxshilab qizigandan so'ng to'pchalarimizni tashlaymiz. Baqa yana bir marta shunaqa qilib yaxshilab pishirib olamiz. Yaxshilab qip-qizil bo'lib pishyapti. Mana ko'ringlar, vopish asal chiqdi desalaring bo'ladi. Like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Xayr.